Assalomu alaykum barchaga. Bugun ham sizlar bilan ajoyib mavzu haqida gaplashamiz. Agar ushbu video oldin chiqqanda men o'zim kamida bir 350 ming, taxminan bo'lmasa bir 500 minglik pulni oldini yo'qolmasligini oldini olgan bo'lardim. O'shaning uchun agarda siz biron bir proyektlarga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, biznes qilmoqchi bo'lsangiz va biznesingizda pul yo'qotmaslikni xohlayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu videoni ko'rib chiqing. Chunki menga bu o'ta qimmatga tushgan xatolardan hisoblanadi. Eng birinchi shu xatolardan biri partnyorni izuchat qilmasdan turib pul tikishlik juda qimmatga tushgan. Ya'ni partnyorni o'zini qanaqa ekanligini, uni nimalar qilganligini, partnyorni tahlil qilmasdan uni qadriyatlari, uni sherikchilikka to'g'ri kelish kelmasligini, oltin qoidalarni aniqlamasdan turib sherik bo'lishligingiz u bilan partnyorlik qilishlikda juda katta xatolik ketadi. Orqaga yurishni imkoni bo'lmay qoladi. Obdon pul sarfladingiz, pul ketdi, biznesga pul tikildi, lekin partnyor yaxshi bo'lmay chiqsa, uni qadriyatlari, uni qarashlari, uni imkoniyatlari, uni xohishlari, uni ichki dunyosi sizga keyinchalik bilib qolsangiz to'g'ri kelmaganligi bo'ldi, pulingiz uxladi deydi-yu, pulingiz yo'q ketishiga bu eng katta sabab bo'ladi. 2008-yilda ham bu o'sha xato menga kamida 50 mingga va 2024da ham bu 100 mingga yana qayta tushishiga sabab bo'ldi. Chunki partnyorni aniqlash qoidasi bor. Agar kim bilandir siz sherik bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta uni birinchi navbatda qadriyatlaridan filtrni o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Chunki qadriyat jihatdan bir-biriga mos bo'lmagan odamlar uzoq muddat birga biznes qilishi, uzoq muddatda birga qanaqadir yo'lga chiqishi umuman iloji yo'qligini o'shanda yana qaytadan tushundim. 2008-yil bu narsa menga o'ta qimmatga tushgan edi. Lekin balkim bu tasodif bo'lgandir, balkim bu qanaqadir takrorlanuvchi qonuniyat bo'lmasa kerak degan fikr bor edi, lekin afsuski 2024-yilda bu narsa yana qayta o'zini isbotini topdi. Shuning uchun ham sherikchilikni oltin qoidasini bilishligingiz va partnyorni oldindan filtr qilish bo'yicha sizda mukammal o'zingizning texnologiyangiz bo'lishi kerak. Ya'ni partnyorlarni filtr qilish uchun albatta birgalikda safarga chiqib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Chunki safar insonni haqiqiy ichini ko'rsatadigan, haqiqiy tili bilan dilini bir xilmi, bir xil emasmi ko'rsatadigan omil hisoblanadi. Ikkinchidan albatta qadriyatlar testini o'tkazing. Ya'ni partnyoringizga ma'qul bo'ladigan jihatlar va yoqmaydigan jihatlar bo'yicha testni o'tkazishini doim o'zingizga nima qilib oling? Qonuniyat qilib oling. Chunki sizga yoqadigan xislatlar, yoqadigan prinsiplar bilan unga yoqadigan, yoqmaydigan prinsiplar kamida 80-90% hech bo'lmadi deganda 70% ga bir-biriga mos kelmaydigan bo'lsa, kelajakda albatta bu yana to'xtab qolishiga, yarim yo'lda kelgandan keyin bu narsa amalga oshmasligiga sabab bo'ladi va pul yo'qolishiga, bu o'z-o'zidan pul yo'qolishiga yoki partnyorlar ajralishiga baribir to'xtab boshqa yo'ldan ketishiga bu sabab bo'ladigan omil hisoblanadi. O'shaning uchun ham mana shu xato juda ko'pchilik qiladi. Sherikchilikka kirishadi, birgalikda boshlaymiz deyishadi, pul tikishadi, lekin partnyorlar bir-biridan filtrdan o'tkazmaslikni uni ahamiyatga emas deb o'ylaydi. Boshida o'rtada g'oya zo'r, ikki kishi qiziqyapti, birgalikda amalga oshirsa bo'ladi-ku, foyda bo'lsa bo'ldi-da deydi. Lekin ming afsuski bu muvaffaqiyat omili bo'lmaydi. Ikkinchidan partnyorlarni albatta dunyoqarashi bir xil bo'lishligi o'ta muhim hisoblanadi. Bu o'ta qimmatga tushadi. Agar sherikchilikda birgalikda biz boshlasangiz, lekin sherigingizni dunyoqarashi, uni bilimi, salohiyati birgalikda o'smasa, undan ko'ra ikki kishi ham o'smagani ma'qulroq hisoblanadi. Men juda ko'p partnyorlarni, juda ko'p shu bizneslarni bankrot bo'lishiga, bizneslarni katta pullarni yo'qotishiga ko'rganman. Aynan o'sha 2 kishi, 3 kishi ishlaydigan, birgalikda qilgan bizneslarda partnyorlarni saqofati, partnyorlarning dunyoqarashi bir-biridan boshqacha bo'lib qolganligini, kimdir o'qib, o'rganib, kimdir treninglarga borib, o'zini ustida ishlab, shaxsiy rost bilan shug'ullanganda sherigiga bu qiziq bo'lmagan. Natijada bu
qilmoqchi bo'lgan, bu amalga oshirmoqchi bo'lgan imkoniyatlar bilan buni xohishlari bir-biriga to'g'ri kelmagan. Ya'ni ziddiyat paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Har qanday holatda insonni ajratadigan omil bu dunyoqarash hisoblanadi. Fikrlarni xilma-xilligi hisoblanadi. Doim fikrlaringiz bir joydan chiqadigan insonlar nima oldinga qarab yurishiga, tez ish qilishiga, tezda qaror qabul qilishiga nima bu olib keladi. Lekin fikrlar xilma-xilligi turli xil e'tirozlarga, turli xil o'sha to'xtab qolishga, turli xil qarorlarning sekinlashishiga sabab bo'luvchi omil bo'lganligi uchun bu ham muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Chunki bugungi kundagi eng qimmat valyuta bu vaqt hisoblanadi. Siz to'g'ri qaror qabul qilgan bo'lsangiz, o'z vaqtida qaroringizni qilmagan bo'lsangiz, bu albatta sizga nima keyinchalik noto'g'ri qaror sifatida namoyon qiladi. O'shaning uchun ham partnyorlarning bir-biri bilan o'sha mosligi, ular dunyoqarashi tezlikni oshirishga, tezda bir-birini tushunib, ishlarni raqobatdan oldin amalga oshirishga bu imkoniyat beradi. O'shaning uchun ham mana shu xatolikni qilmang. Agar o'qimasangiz, sherigingiz ham o'qimasin. Agar o'qisangiz, rivojlansangiz, birgalikda o'qing, birgalikda rivojlaning, birgalikda o'zingiz ustida ishlaganingiz ma'qul hisoblanadi. Bo'lmasa bu katta poteriyani sababiga olib keladi. Ikkinchi eng yana katta xatolardan biri bu chalasavodlikni ko'rganman. Agar siz bir ishni yarmini bilib olib, men zo'rman, endi eplay olmayman, endi qo'limdan keladi deb ishni boshlagan bo'lsangiz, bu bilingki muvaffaqiyatsiz omillardan eng kattasi. Nimaga deganda, siz hech narsani bilmasangiz, hozir o'rganmasangiz, sizda qo'rquvlar bo'ladi. Men hali bilmayman-ku, boshlab yuborsam, tavakkal qilib riskovat qilsam, nima ertaga pulim kuyib ketadi, yo'qib ketadi degan sizda fikrlar to'xtatishiga sabab bo'ladi. Pul tikmasligingizga, moliyani saqlab qolishingizga, jamg'armangizni saqlab qolishga bu nima asos bo'ladi. Lekin endi siz 4 ta kitob o'qib oldingiz, 2 tagina treningga bordingiz, ozgina bir narsalar YouTube'da, Instagram'da nimalardir o'rgandingizda, men zo'rman, men hamma narsani bilaman, kim bilan aqlli bo'lib qoldingizda, birdaniga endi nima risk qilib pul tikib ishni boshlagan bo'lsangiz, bu muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Chunki yarim narsani bilib boshlagandan ko'ra umuman boshlamagan ma'qul. Agar siz bir ishni boshlamoqchi bo'lsangiz, undan ko'ra chala savodlik bilan emas, mukammal o'sha sohani tushunib, bilib, birato'la polnotsenniy nima o'sha kurslarni bitirib, to'liq o'sha narsa bilgandan keyingina harakatlarni boshlashingiz yo'qotishlarni oldini olishga bu katta sizga nima yordam beruvchi omil hisoblanadi. Chunki aynan hamma narsani e'tiborga olmagandan riskni duch kelasiz. Siz chala savodlik bo'lgani uchun juda ko'p risklarni oldini olmaysiz. Biznesda ikkita qoida bor. Biznesda foyda kafolatlanmagan, lekin risklar bo'lishi aniq. Siz chala savod bo'ldingizmi, juda ko'p risklarni oldini ola olmaysiz va risklarni ko'ra olmagan bo'lasiz va risklar bu sodir bo'lgan paytda siz dovdirab qolasiz. Unga qarshi choralaringiz bo'lmaydi va risklarni boshqara olmaysiz. Har qanday biznesda risk bo'lishi aniq bo'ladi, lekin uni boshqara bilishingiz kerak. Unga qarshi sizda strategiya bo'lishi kerak. Agarda kurslar oshib ketsa nima qilaman? Agar tamojnida nima rastamochka summalari o'zgarsa nima qilaman? Agarda qaysidir qonun chiqib cheklovlar bo'lsa nima qilaman degan sizda oldindan o'shanaqa bo'lishi mumkin bo'lgan risklarga boshqaruv bo'yicha texnikangiz bo'lishi shart. Endi chala savod bo'lsangiz, yarmini bilib qolganini o'rganmagan bo'lsangiz, shoshib tez bozorga chiqishga harakat qilgan bo'lsangiz, unda nima bo'ladi? Albatta shu risklarga duch kelasiz. Risklarga duch kelganingizdan keyin uni boshqarish imkoni bo'lmaydi va bu esa muvaffaqiyatsizlikka, pulni bekorga yo'qib ketishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ham juda ko'p yoshlarni hozir ko'ramiz, qiziqqon, harakati bor, yorib tashlayman, biznes qilaman deydi-yu, lekin hali ko'p narsa bilmagan holatda, ilmini, tajribasini oshirmagan holatda bosiqlik bilan hamma narsani oxirigacha tushunib olishga harakat qilmasdan turib ishni boshlab yuboradi. Bu kim birinchi muvaffaqiyatsizlik, ikkinchi muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Endi buni eng katta yomon tomoni duxi sinishiga sabab bo'ladi. Chunki siz pulni yo'qotgandan keyin duxingiz o'zi sinadi. Oldingidek siz shijoat, oldingidek sizda motivatsiya, oldingidek ushbu ishlarni qayta qilishga nima sizda
ruhiyatingizda nima dars ketgan bo'ladi. O'zingizga bo'lgan ishonchingiz pasaygan bo'ladi va qaytadan yangi narsani qilishga, qaytadan endi hammasini o'rganib ham yana o'sha bozorga kirishda qo'rquv paydo bo'ladi. Oldingi xatoingiz sizga o'ta qimmatga tushib boshlaydi. Chunki endi bildingiz, hammasini tushundingiz, endi hammasini tushunsangiz ham bemalol hamma risklarni boshqara olsangiz ham qattig'ini ham puflab ichadigan odamga aylanasizda, qo'rquvlaringiz oshib ketadi. Yana yo'qotsamchi, menga oldingi qimmatga tushgan edi, yana shunaqa bo'lib qolsa-chi deb ikkilanishlaringiz ko'payib ketib qoladi. O'shaning uchun ham buni ikki tomonlama minus tomoni bor. Ham birinchi gal bor pulingizni yo'qotasiz, ikkinchisi esa yana qaytadan bu narsani boshlashingizga sizda to'siq bo'lib ham to'siqni bo'lishi, katta to'siq bo'lib sizga ta'sir ko'rsatadi. O'shaning uchun ham iloji boricha mana shu xatoni qilmaslikka harakat qilish kerak. Juda ko'p hozir yoshlarni to'xtab qolishiga sabab bo'luvchi eng katta omil mana shu omillardan biri hisoblanadi. Undan tashqari juda ko'p xatolardan biri moliya bo'yicha, pul yo'qotishi bo'yicha eng ko'p ko'rayotganlarim tez boy bo'laman degan xato juda ham qimmatga tushayotgan xato. Nimaga deganda har qanday narsani vaqt mezoni bor-da. Har qanday narsa paydo bo'lib, rivojlanib, katta bo'lib, biron bir meva berishida ma'lum bir muddat, o'zini vaqti bor. Ona ham homilador bo'lganda majbur 9 oy ko'tarib yurishga, majbur o'sha 9 oy o'sha sabr qilishga yoki biron bir daraxt ekkaningizda majbursiz 3-4 yil o'sha daraxtni katta bo'lib hosil bo'lishiga kutishingizga majbursiz. Sizda endi resurs bor. Siz bemalol uni o'g'itlab berib, uni xohlagancha ishlov berishingiz mumkin, lekin u o'zini muddati o'tmaguncha u hosil bermaydi. U hosil ololmaysiz undan. O'zini pishish kerak, u yetilish kerak. Yoki bo'lmasa farzand tug'ilgandan keyin 18 yil kutasiz uni katta bo'lib biron bir natija berishligi uchun ham. Juda ko'p yoshlar, hozirgi kunda juda ko'p insonlar pul borasida moliyani yo'qotishiga aynan mana shu tez boy bo'laman deb turli xil lotereyalarga, turli xil o'yinlarga, turli xil qimorlarga, turli xil xbetlarga, turli xil shu kazinolarga pul tikishga yoki bo'lmasa turli xil piramida loyihalariga pul tikishga sabab bo'lyapti. 22-yil men bilaman bitta shu xato tez bo'lan o'zimga 300 mingga tushgan bo'lsa, O'zbekiston xalqini 4,5 milliard puli yo'q ketishiga sabab bo'lgan. Ya'ni tezroq natijaga erishaman, tezroq katta pullar menga keladi, tezroq millioner bo'laman degan hissiyot insonni vaqt mezoniga bo'ysunmasligiga va o'zini hamma narsani o'zini vaqti borligi, o'zini vaqtida shu sodir bo'lishini inobatga olmasdan, "Yo'q, menda o'xshaydi, menda boshqacha, meniki o'xshasa kerak" degan fikr bilan harakat qiladi. Buni albatta biladi, eshitadi ko'pchilik, lekin baribir qayta shunga nima qiladi? Harakat qiladi. Chunki insonlar oson, tez keladigan narsalarni yaxshi ko'radi. Qiyinchilik bilan, mehnat bilan, sabr toqat bilan sekin-sekin hamma narsani joy-joyiga qo'yib, obdon bir pishish holatiga kelib natija olishga hamma ham tayyor emas. O'shaning uchun ham mana shu eng katta tez boy bo'laman deyish hissiyoti pulga nisbatan katta yo'qotishlarni sababi bo'ladi. Undan tashqari biznesda yana bu eng katta mana shu joydagi hatto tez boy bo'laman deganda vaqtni tezlashtirishda kerakmas kreditlarni olishiga yoki juda haddan tashqari ko'p investitsiyani jalb qilishiga, hali investitsiya kerak bo'lmasa ham biznesga pullarni investitsiya qilishiga yoki qarz mablag'larini olishiga, banklardan turli xil yuqori foizdagi protsentdagi o'sha kreditlarni olishiga ham sabab bo'ladi. Chunki o'zini vaqti bo'ladi, tovar oborot sekin o'sayotgan bo'ladi, bozor hali unga tayyor bo'lmagan bo'ladi. Endi o'ylaydiki, agar deydi men ko'proq bu biznesga pul jalb qilsam, ko'proq bu biznesni oborotiga pulni agar yo'naltiradigan bo'lsam, foydalarim ko'payib ketadi, men tezda zo'r bo'lib ketaman degan hissiyot bo'ladi. Vaholanki hali biznesni o'zi tayyor bo'lmagan, biznes o'zi bozori tayyor bo'lmagan bo'lishi mumkin. Unga ortiqcha pulni sliv qilganingiz bilan, ortiqcha pulni o'tga yo'naltirganingiz bilan foyda hech qanaqasiga oshmasligiga o'rganmagan bo'ladi. O'shaning uchun ham juda ko'p hozir ko'rayotgan xatolardan biri mana shu muddatidan oldin biznesga pulni yo'naltirishdagi eng katta
xatolardan hisoblanadi. Hamma narsani o'zini razmeri bor, hamma narsani o'zini imkoniyat doirasi borda. Siz xohlagancha pul bilan ham imkoniyat doirasini kengaytirib olishingizni iloji yo'q. Hamma narsa o'zini vaqt soati o'sha imkoniyat doirasiga kelganda pul yo'naltirsa bu manfaatli hisoblanadi. Buni albatta qayerdan bilsam bo'ladi desa, investitsiyada ko'rsatkichlar bor. ROA va umumiy ROI ko'rsatkichlaridan bilib olsangiz bo'ladi. Chunki investitsiya qilayotganingizda, pul jalb qilganda, biznesni kattalashtirayotgan, masshtab qilayotgan jarayoningizda agarda siz qo'shimcha jalb qilingan qo'shimcha biznesga tikilgan pul ROIni o'sha o'rinda saqlab qolishiga yoki ko'tarilishiga sabab bo'lmayaptimi, bilingki siz o'tgan pul tiqishingiz xato bo'layotganini ko'rsatadi. Juda ko'pchilik insonlar pulda emotsiya bilan investitsiya kiritadi, emotsiya bilan hisob-kitob qilmaydi, ROI ko'rsatkichini aniq nima tahlil qilmaydi va ROI ko'rsatkichi unga diagnoz sifatida qaror chiqarishga omil bo'lmaydi. Agarda ROI doim o'suvchi bo'lsa, pul yo'naltirganda, unda to'xtovsiz qarz olib bo'lsa ham, kredit olib bo'lsa ham investitsiya olib qilish kerak. O'shani o'zi sizga diagnoz bo'ladi. Agarda u o'sha o'rinda saqlab qolsa yoki siz pul jalb qilganingiz pasayishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, u demakki u yerda o'sha xatolik ketayotganini, tovarlar muzlashiga, o'sha sizni marketingdagi reklamalaringiz, hattoki realga berishingizdan keyin pulni qaytmasligi, kassiv rezervlar paydo bo'lib, katta pullarni yo'qotishiga, qarzni yana kreditlarga botib qolishiga bu katta ta'sir qiluvchi eng katta xatolardan hisoblanadi. O'shaning uchun ham juda ko'pchilikni mana shu pul yo'qotishdagi xatolarni mana shu joyda ham, ya'ni tadbirkor bo'ladi, zo'r, yaxshi necha yildan beri ishlab keladi, rivojlanayotgan bo'ladi, lekin mana shu xatoni qilayotganlarini hozir juda ham ko'p ko'ramiz. Yoki bo'lmasa yana bir eng katta xatolardan biri bu kimningdir tavsiyasi bilan investitsiya qilishga harakat qiladi. Ko'plar kimnidir qayergadir investitsiya qilgan bo'ladi, o'shani tavsiyasini oladi-da, mana shu proyekt yaxshi ekan, mana shu loyihaga pul tiksang zo'r bo'lar ekan degan tavsiyani o'zi bilan investitsiyaga kirishib ketib qoladi. Vaholanki unga to'g'ri keladimi, uni holati, uni investitsiya qilgan opitlari, uni tajribalari, uni kvalifikatsiyasiga, uni strategiyasiga to'g'ri kelmasligi mumkin bo'ladi u tavsiya qilgan investitsion loyiha. Va mana shu narsani inobatga olmay turib, mana shu detallarni tahlil qilmasdan turib, u nima qiladi? Do'stiga ishonadi, yaqin insoni bo'ladi va shu proyektlardan foydalanadi. Natijada u sizga to'g'ri kelmagan loyiha bo'lganligi uchun, siz strategiyasiz, siz holatingizga, hali opitlaringizga mos kelmagan bo'lsa, bu sizni yo'qotishingizga sabab bo'ladigan eng katta o'sha xatolardan biriga aylanadi. Shuning uchun ham investitsiya pul tikish jarayonida mana shu xatolarni qilmaslikni tavsiya qilgan bo'lardik. Hozirgi kunda yana eng katta investitsiyada ko'rilayotgan xato hammasini o'zim bilaman degan pozitsiyada harakat qilishlik. Ya'ni haqiqiy investorda birinchi navbatda loyihani yuridik tomoni tahlil qiladi. Chunki loyiha bugungi kunda agar har qanday zo'r loyiha bo'lsa ham, katta daromad keltiruvchi bo'lsa ham, qonunlarga zid bo'ladigan bo'lsa, unda ertaga to'xtab qolishiga bu sabab bo'ladi. Chunki qonunga qarshi bora olmaysiz. Qonun, har qanday qonunni siz cheklab o'ta olmaysiz. Sizni loyihangiz zo'r bo'lgan bilan qonun, ekologiya, davlat tomonidan qanaqadir cheklovlarga, to'siqlarga duch keladigan loyiha bo'lsa, ungida уже pul tikmagan ma'qul hisoblanadi. O'shancha investorda doim yuristi bo'ladi, doim o'sha pul tikishdan oldin yuridik jihatdan loyihani batafsil tahlil qiladi. Ikkinchidan marketing qilmasdan turib loyihaga kirishmaslik kerak bo'ladi. Chunki investorda ikkinchisi doim marketologni o'zi bilan olib yuradi. Chunki loyihaga investitsiya kirishda bu qanchalik bozori bor, qanchalik bu muvaffaqiyat qozonadi, qanchalik bu og'riqqa yechim beradi, marketing tahlili bo'lishi kerak bo'ladi.
va uchinchisi moliyaviy tahlilni amalga oshiruvchi finansistni maslahati kerak bo'ladi. Chunki uni loyihani qancha summasi, uni rentabelligi, qoplash muddati, uni risklari, hammasini baholaydigan inson bu moliyachi hisoblanadi, finansist. Shuning uchun ham moliyaviy tahlil qilmasdan, moliyaviy reja qilmasdan turib loyihaga kirmaslik kerak bo'ladi. Va to'rtinchi bugungi kunda eng katta yana omillardan biri bu IT yo'nalishini tahlil qilmasdan turib loyihaga kirishmaslik. Ya'ni mana shu investorda to'rtta kuchli mutaxassis, kuchli nima deydi, maslahatchini albatta pul to'lab bo'lsa ham shuni xizmatidan yoki o'zini komandasida shunaqa toifadagi odamlarni doim o'zi bilan olib yuradi yoki komandasida saqlaydi yoki hattoki outsource, agar bo'lmasa outsourcedan foydalanadi. Ko'p loyihani proval bo'lishiga, ko'p pulni yo'qotishiga esa men o'zim hammasini bilaman deydi. Men marketologman, o'zim yuristman, o'zim finansistman, o'zim aytishnikman deb hammasini o'zim bilaman degan pozitsiyadagi inson doim pulini yo'q bo'lishiga, doim o'sha tikilgan pullarni, investitsiya qilgan pullarni yo'q bo'lib ketishiga bu sabab bo'luvchi omillardan hisoblanadi. O'shaning uchun ham mana shu xatolarni agar qilmasangiz yuqorida, ya'ni bundan tashqari yana 10 ga yaqin boshqa xatolar ham bor. Biz yana ham o'zimizdan optidan kelib chiqib, o'zimiz boshimizga tushgan, o'zimiz yo'qotgan jihatlardan kelib chiqib sizlarga hozir aytib beramiz va bundan keyin ham yana bizda o'sha bagajda yig'ilgan, o'sha qilingan xatolardan yo'qotishlarga sabab bo'lgan omillarni yana ham yoritib borishga keyingi videolarda yoritib boramiz. Albatta shu videolarni siz kuzatib boring, like bosing va do'stlaringizga repost qilib jo'nating. Bu o'sha insonlarni pul yo'qotmasligiga, misqollab yiqqan pullarni yo'q ketmasligiga, ushbu xatolarni qilmasa, o'zini pulni xatyabi tikmay ko'paytirmasa ham saqlab qolishiga va ko'p oilalarni hamjihatligiga bu sabab bo'ladi. Chunki juda ko'p oilalarni shu pulli temada pul tikib, pullari yo'qolgandan keyin bu xotin urushib qolishiga, ajralib ketishiga sabab bo'luvchi omillargacha olib boryapti. Chunki o'zi oilani boqish uchun, bola chaqani boqish uchun pul ishlab topib to'plagan bo'ladi. Keyin mana shu xatolar evaziga to'plagan pullarni yo'qotib yuborishiga, yo'q ketishiga sabab bo'ladi va bu katta janjallarga olib keladi. Qarindosh urug'chilik, aka-ukachilik, xotin munosabatiga katta dars ketayotganini ko'ramiz. Chunki juda ko'p insonlar ko'raman, nima bo'ldi desam, shu Xbitlarga, lotereyalarga, qimorlarga, noto'g'ri loyihalarga pul tikkandan keyin eri pul yo'qotgan, keyin ayol uni ko'tara olmagan, keyin 3-4 ta farzandlar bo'lsa ham munosabatdagi dars ketgan va janjal to'polon bo'lish evaziga ajralishgacha borgan, bolalar yetim qolishgacha borgan. O'shaning uchun ham boshqalarga bir manfaatli bo'lish nuqtai nazaridan hamma do'stlaringizga bilan ulashing. Juda ko'p insonlar pul tikib, ko'p yaxshi pullar daromad olishni xohlaydi, lekin o'ylaymanki, agar mana shu xatolarni qilmasa, xatyabi pullarni saqlab qolishligiga manfaatdor bo'ladi deb umiddamiz. Siz yana qaysi xatolarni bilasiz? Siz qaysi xatolarni qilgansiz? Siz xatolar qilib qanchalik pullarni yo'qotgansiz? Albatta buni izohlarda yozing. Bu ham yana boshqa insonlarga ushbu xatolarni bilib olishligiga, shu xatolarni qilmasligiga, o'zining pulini yana saqlab qolishiga siz ham yordam bergan bo'lasiz. O'shaning uchun ham kommentda albatta aktiv bo'ling, o'zingizni fikrlaringizni bildiring va ushbu xatolarni qilganlar bormi? Qilgandan keyin qanchalik sizga pulga tushdi? Uni ham yozsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Chunki bitta men emas, bitta shu men aytgan odamlar emas, haqiqatan bu xatolarni qilib ko'pchilik qilgan bo'lsa, boshqalarni ham yana ham bu xatolarni qilmasligini oldini olishga biz sababchi bo'lgan bo'lamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.